Ko'tarinki kayfiyat hech bir xonadonni tark etmasin deya ayvon dasturida davom etamiz. Qizlar, bugun mehmonimiz bormi o'zi? Bor albatta. Dasturimiz avvalida sir deb aytgan edik. Har gal mehmon chaqirishimizdan avval sizning ayvon bizning ayvon emasmi degan qo'shiq yangraydi. Ko'pgina muxlislarimizning talablariga binoan ushbu qo'shiq ijrochisini bugun taklif qilganmiz. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Erqulova ayvonimiz mehmoni bo'ladilar. Oxunjon, siz tayyorgarlik ko'rib qo'ysangiz juda yaxshi. Mehmon kelishiga tayyorgarlikni boshlaymiz. Avval o'rindiqni bo'shatishimiz kerak. Sizni ayvon bizni o'rgilay ayvon emasmi? Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Gulbahor opa. Va alaykum Xush assalom. kelibsiz. Kayfiyatlaringiz qanday? Bo'ladi. Sizni har doim ko'rsak, bir xilda yosh va chiroylisiz. Biz ayvonimizga mehmon chaqirishimizdan maqsad maktublarimiz asosida chaqiramiz. O'tgan safar Ra'no opa Yarashevani ham aynan maktub asosida chaqirgandik. Bu safar ham dasturimizga maktub yo'llagan insonimiz bor. Ushbu insonimiz bilan bevosita tanishtirib o'taman. Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi muxlisimiz Iskandar aka Nurullayevdan kelgan. Iskandar aka ayvon dasturida aynan sizni, ya'ni Gulbahor opa Erqulova ijrosidagi sizni ayvon qo'shig'idan parcha eshittirishini olqishlab, shu bilan birga ushbu qo'shiqni ilk ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Habiba Oxunovani ham esga olganlar va imkon bo'lsa dastur orqali u kishi ijro etgan qo'shiqni ham eshittirishimizni so'ragan ekanlar. Gulbahor opa, mana yaqinda, aniqroq 10-yanvar kuni Habiba Oxunova tavalludiga 75 yil to'ldi. Ustoz bilan bog'liq xotiralaringizni esga olsangiz. Rahmat hammalarga taklif qilganinglar uchun. U insonni nima desamki, juda yoshligimdan bilardim. Shu bir 16 yoshimda birinchi marta ko'rishganmiz. Shu televideniyada, O'zbekiston televideniyasida shu Tilash Xo'janberdiyev ansambllari borliq, Xudo rahmatli. Shu ansambl bilan repetitsiya qilib, jonli chiqishlar ko'p bo'lardi bizda. Unda yosh nimaga qaramasdi, shu jonli aytgan odam 40 daqiqa bir jonli konsertlar bo'lardi-yu. Shunga chiqishdan oldin men qo'shiq tanladim Sabo bilan. Keyin ko'ngil yana nima qilib turdimda, qo'shig'imni aytib tursam, hamma bu men orqamga o'girib o'tiribman, sozindalar chalib o'tiribdi-ku. Menga qarab chalib turgan, ijro etib turgan sozindalar sal bezovtalandi, o'rnidan turgisi kelgandek bo'libdi. Men orqaga qaramadim. Keyin shu bilan davom etdik. Keyin qo'shig'im tugagandan keyin Tilash aka Xudo rahmatli, keling Habibaxon dedilar. Keyin bekor qildingiz, juda chiroyli ijro bo'layotdi, nimaga buzdingiz dedilar. Keyin men endi baribir hali yoshman-da, Habibaxon deganlardan keyin shu qo'shiqchi bo'lsalar kerak degan fikr kelgani yo'q menga. Keyin shu bilan salom alaykum qilishdi. Keyin mana shu ustozni bilasizmi? Men aytdimki, men shu qo'shiqni ijro etgan odamni juda ham ko'rishni xohlardim desam, mana qarang, Xudo degan ekan, siz ro'paringizdan chiqdilar. Mana Habibaxonni ham biz radioga bir 5-10 ta qo'shiqlarni yozishimiz kerak, shu bahona keldilar, mana siz ko'rishdingiz deb. Ilk ko'rishganimiz shunda boshlangan. Juda ham bir dilbar ayol edilar, ayniqsa ovozlari ham o'zi aytib turadi. Keyin menga qarab, shu yosh bo'lib turib, bu ashulalarni men ancha katta bo'lganimda aytganman. Nimacha bu alla bilmasmiding, nimacha bunaqa ezilib aytishsa. Bilmasam menga yoqadi shu qo'shiqlar deb. Shu bilan muloqotimiz ko'p bo'lgan, u inson bilan ko'p birga yaxshi kunlarda, ko'p birga yonma-yon yurganmiz. Duolarini olganman. Hozirgi yoshlar qo'shiqlarini eshitsa albatta chiroyli ohangligini bilib, ayniqsa allani hamma biladi. Alla qo'shig'ini eshitsa shunaqa deydi, lekin o'zini hurmat qilgan hamma san'atkorlar, biz tengi bizdan ham sal yoshroq, bizdan endi kattalar o'z-o'zidan Habiba Oxunova desa hamma qo'li ko'ksida bir iliqlik bilan, bir chiroyli, bir kuchli san'atkor sifatida eslaydi. Men shunday insonni bir o'zimga ustoz bo'lganimdan men juda ham faxrlanaman. Bo'ladi-ku u inson, men hech qachon kishiga taqlid ham qilmaganman. Inson ijro etganda qo'shig'ini, masalan, pardalarimiz ham har xil, nota pardalarimiz ham, lekin insonni dardi, bir ijro etish mahorati bir-biriga sal yaqin bo'lgani uchun qayerda bo'lsam ham, nima bo'lsam ham shu Habibamning qo'shiqlaridan aytib bering deyshadi. Bu ham men uchun juda katta faxr deb bilaman. Biz hozir Nasibaxondan ushbu plastinkani qo'yib yuborishlarini so'raymiz va Habibaxonim ijrolarida. Habibaxonim ijrolarida, ustoz san'atkor ijrolaridagi qo'shiqni birgalikda eshitamiz. Albatta.
ayvon bizni o'rgilay ayvon emasmi o'rtasida chinni o'rgilay ravon emasmi o'rtasida chinni o'rgilay ravon emasmi kelasiz-u ketasiz bir so'z demaysiz bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi shunday. Gulbahor opa, ko'zingizga hatto yosh kelib ketdi. Shu qo'shiq Endi bo'lsak. qanday yosh kelmaydi? Bu san'atkorlarni ko'rganmiz, qanaqa mashaqqatlar bilan bu obro'larga erishishgan, ayniqsa o'sha hayotlarining oxirgi paytlarida ko'p bemor bo'lganlarida ko'zim oldiga ko'p narsalar keldi. Bu darajada xalqqa nimasida qolish uchun juda ko'p mashaqqatlar o'tgan boshlaridan, ko'p mehnat qilish kerak. Buloqdek otilib chiqasizki, nimagadir erishasiz. Albatta muxlislarimiz talablari amalga oshirildi. Agar endi iloji bo'lsa, ustoz o'zingizdan ham mana shu bizni ayvon qo'shig'ini jonli ijroda eshitsak, nafaqat bizlar, muxlislarimiz ham juda ham xursand bo'lgan bo'lar edi. Rahmat. Sizni ayvon bizni o'rgilay ayvon emasmi sizni ayvon bizni o'rgilay ayvon emasmi o'rtasida chinni o'rgilay ravon emasmi kelasiz-u ketarsiz bir so'z demaysiz kelasiz-u ketarsiz bir so'z demaysiz bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi bu hammasi yurakka o'rgilay armon emasmi armon emas baribir jonli ijro boshqachada. Keling, shu yerda bir sahifa tomosha qilib olsak-da, so'ngra suhbatimizni davom ettirsak. Mana sahifani ko'rib ham oldik. Gulbahor opa, yangi yilni qanday kutib oldingiz? Yangi yilni o'zga yurtda
nima deydi, gastrol safarida edim. 31-da o'sha hamma dasturxon atrofida bo'lganda biz konsert dasturim bilan edik. Bayramni ko'pchilik bilan nima deydi, sahnada kutdim. Juda ham bu ham bir o'zgacha bo'ldi. Albatta o'zimni yaqinlarimni o'sha har yili dasturxon atrofida o'tirib hazil-huzul qiladigan do'stlarim, oilam a'zolari, jigarlarimni juda ham bir do'stlarim, ayniqsa bir-birimizni tinmasdan bong urib qo'ng'iroq bilan gaplashadigan do'stlarimni o'rni bilindi, lekin bu yilgi yangi yil men uchun shunaqa bir safar bilan bog'liq bo'ldi. Shu yerda kutdim. Qiziqarli bo'ldi. Qiziqarli bo'ldi. Hozir qanday yangi qo'shiqlar yaratmoqdasiz yoki ustida ishlamoqdasiz? Mana hozir endi maqom ijrochiligiga bir o'zbek milliy ijrochiligiga juda keng yo'l ochilgan paytida haligi o'zimizni repertuarlarimizni sal chetga surib, maqom dasturlarimiz mana yaqinda xudo xolasa ulug' shoirlarimiz, Navoiy bobomiz, Bobur bobomizni, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiylarning tavallud kunlariga bizni yana ishlarimiz mana shu kunlarda boshlanib ketadi. Shundan keyin bir o'zimiz ijodlarimizga albatta buni orasida o'zimiz uchun ham ijod qilamiz. Yurt qadrini kuylaydigan qo'shiqlar, o'sha vatan haqida bu. Eslatib o'tamiz, bugungi ayvonimiz mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor opa Erqulova bo'ldilar. Rahmat sizga tashrif uchun. Yana ayvonimizni kutib qolamiz. Biz esa dasturimizni navbatdagi lavha bilan davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.